Nega O'zbekistonda Gollivud darajasidagi kinolar olinmaydi? Bizda kuchli ssenariylar kammi yoki aktyorlar bilan muammo bormi? Keling barcha sabablarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Eng og'riqli nuqtadan boshlaymiz. Kino olish yaxshigina byudjet talab qiladi, ayniqsa u sifatli bo'ladigan bo'lsa. Masalan, Avengers Endgame byudjeti $356 million. O'zbek filmidagi o'rtacha byudjet esa $100-300 ming atrofida. Ya'ni bitta Gollivud filmiga ketgan pullar bilan O'zbekistonda 350 ta film olsa bo'ladi. Yoki undan ham ko'proq sifatsiz seriallar. Gollivud o'z filmlarini 190 ta davlatga sotadi. O'zbekiston film bozorida esa o'rtacha 100-200 ming tomoshabin bor. Chunki bizda pul to'lab kontent iste'mol qilish madaniyati rivojlanmagan, afsuski. Endi sizga savol. Agar sizda $10 million pul bo'lsa, uni film uchun sarflagan bo'larmidingiz? Uni qaytarish imkoni bo'lmasa ham, global bozor yo'q joyda global kino ham bo'lmaydi. Lekin eng muhimini unutmasligimiz kerak. Gollivudning kuchi aktyorlarda emas, balki uni orqasida turgan armiyada. Birgina Marvel filmining ustida 3000 dan ortiq VFX mutaxassislari ishlaydi. Bizdachi ba'zan bitta montaj ustasi butun boshli filmni yig'adi. O'zbekistonda bu sohada haqiqiy mutaxassislar soni cheklangan. Biz katta bozor yaratish jarayonidamiz. Bizda yana bir muammolardan biri bu Gollivudda bunday muammo deyarli yo'q. O'zbekistonda esa diniy, siyosiy yoki jamiyat tanqidiga oid mavzular juda ham ehtiyotkorlik bilan yondashiladi. Natijada esa ssenariy erkinligi kamayadi. Nega biz qaynona-kelin mavzulardan chiqa olmayapmiz? Chunki bunaqa seriallarni olish arzon, tez va kafolatlangan pul. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, O'zbekiston hali Gollivud emas, lekin biz shu yo'lga kirishni endi boshladik. Bizda haqiqatan ham kuchli rejissyorlar va iste'dodli aktyorlar yetarli. Agar biz kino infratuzilmasini kengaytirsak, kino sifatiga ko'proq e'tibor bersak va texnika va texnologiyalarga ko'proq mablag' ajratsak, O'zbekiston kinolari nafaqat ishlab chiqariladi, balki eksport ham qilinadi. Demak, savol, biz Gollivud darajasiga chiqa olamizmi? Ha, agar o'z kino sanoatimizni o'zi bilan o'zi raqobat qiladigan darajaga olib chiqsak va bu jarayon allaqachon boshlangan. Agar yurtimizda kino industriya rivojlanishini xohlasangiz, 1 so'm evaziga Click TVdan obuna xarid qiling.